Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda ovqat yo'nalishidagi kanalimiz. Xo'p, antiqa salatni tayyorlaymiz degan oxirgi videolar shunaqa ekan. Keyin xonim tayyorlash, qishda issiqqina ovqat tayyorlash. Xullas, mana ovqat yo'nalishidagi kanal do'stlar, o'zbek tilida olib borar ekanlar. Ushbu kanalimiz bizga aloqaga chiqdilar. Kanalimizda muammo nima edi? Muammo shunday ediki, AdSense'da muammo bo'lgan. Ya'niki, oldin kanallari bo'lgan YouTube kanallari va AdSense ochaman degan paytlarida YouTube ruxsat bermagan, chunki YouTube qonun qoidasi bo'yicha bitta odam bitta AdSense ocha oladi. Do'stlar, diqqat qilinglar, yana bitta muhim ma'lumot aytib ketay. Hozirda 2026-yil bo'yicha YouTube'da yangilanish bo'ldi. Yangilanish ya'ni nimaki? Ushbu yangilanishga ko'ra siz bitta AdSense'ga ikkita kanal ulagan bo'lsangiz, bitta kanalingiz agar pul ishlash tizimi o'chib qolsa, ikkinchi kanalingiz ham pul ishlash tizimi o'chib qolishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, bitta AdSense'ga faqat bitta kanal ulanglar bo'ldi. Boshqa kanal ulashni tavsiya qilmayman. Bu kanalimiz o'zi yangi AdSense ochib berdik. Baribir endi yangilik sifatida aytib ketdim. Shu narsaga e'tibor beringlar. Hozir bizda ham yaqinda bitta kanal keldi. 4 ta kanal birdan pul ishlash tizimi o'chib qolgan. Bittasi o'chgani uchun qolgan 3 ta kanal ham pul ishlash tizimi o'chib qoldi. Shuning uchun shu narsaga e'tibor berasizlar. Bir reklama qilib ketaymi sizlarga. Xullas, mana do'stlar, ushbu kanalimiz ovqat yo'nalishida. Agar masalan ayollarda shu sohada video qilmoqchi bo'lsalar, ushbu kanaldan kirib bemalol tajriba almashsalar bo'ladi. Mana ikkinchi etaplarni danqib berdik. Xudo xohlasa endi dushanba kungacha nasib bo'lsa pul ishlash tizimi yonib qolsa kerak. Men videoni oldin yozyapman do'stlar. Bugun 24-yanvar, lekin videomiz 26-kun YouTube'ga qo'yiladi. Oldindan belgilash sifatida qo'yaman. Shuning uchun yoza olmasam qabul bo'lmaylar, onlayn bo'lmasligi mumkin. Xo'p, YouTube bo'yicha nima xizmatlar kerak bo'lsa, Telegramda yozib yuborasizlar do'stlar. 99 lik 791 32 32. Salomat bo'ling.